Bunday holatda qolib ketishdan Xudoning o'zi saqlasin. Suyak yemirilishi sizda, ha? O'zingiz yolg'iz. Suyak yemirilishi, 4 ta grisha. O'zingiz uyingiz ham yo'q, ijarada o'tirasiz, 400 mingdan to'laysiz, ha? Hech kimingiz yo'q. 300 ming ijaraga to'layman, 100 ming kommunallarga to'layman. Unga pulni qayerdan olyapsiz? Qarzga kirib ketdim ancha. Qancha qarzga kirib ketdingiz? Bir kishidan 900 ming pul oldim. Bitta magazindan, produktdan qarz. O'sha qancha qarz oldingiz? Hisoblolmayman. Hozir Samarqandda suyak yemirilishi operatsiya qilar ekan, ha? Qanchaga qilib beradi? Qar bilan birga yotadigan qiz bor edi. O'sha 1,5 oy oldin operatsiya qildiribdi. Operatsiyani o'ziga 47 million berdik dedi. Apparatlariga berdik dedi. Biz sizga 10 ming dollar deb bersak-chi? Yo'q, faqat operatsiyamga. Yo'q, mana. Yo'q, mana. Tuzalib ketsam bo'ldi. Yo'q, men siz yolg'iz ayolligingizni men ushlang. Biz chin ko'ngilda obunachilarimiz bilan rozimiz. Kimga yordam qilgan bo'lsa, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Ikki dunyo saodatini ko'ringizlar. Qiyomatda yuzlaringizni ham, ismingizni ham unutmayman Shavkat aka. Amin. Ajal yetib yumsa ko'zimni, aytolmasam so'nggi so'zimni, men bilmasam hatto o'zimni, kimligimni Xudo biladi. Mayli meni yomonlab yuring, yiqilgan deb ustimdan kuling, faqatgina shuni biling, kimligimni Xudo biladi.